Kanalimizga xush kelibsiz. Chimildiqqa jon bergan 17 yoshli kelin. Nozima bilan yaqin dukona edik. U bizdan 2 eshik narida turardi. Birga o'ynab katta bo'lganmiz. Nozima chiroyli, odobli qiz edi. Akam bo'lsa seni o'zim kelin qilardim deb ko'p gapirardim. O'shanda maktabni bitirish arafasida edik. Uyga sovchilar kelib qo'yishmayapti. Dadam rozilik berib yuborishlaridan qo'rqyapman deb qoldi. Dadasining bir amaldor do'sti bor edi. O'sha o'g'liga so'ragan ekan. Nozimalarnikiga mehmonga ko'p kelishardi. Bolani ham bir-ikki ko'rgan edim. Yoshi bizdan uncha katta bo'lmasa-da, lekin ko'rinishidan bo'ychang qorindor edi. Nozimaning niyatlari juda katta edi. Maktabni tamomlab, oliygohga kiraman, kelajakka yurist bo'laman deb yurardi. Xullas 17 ga ham to'lib ulgurmagan dugonamni o'sha yigitga fotiha qilishdi. To'yda oppoq libosda yanayam nafis dilbar edi. Quchoqlab baxt tiladim. To'y el yurtda ovoza bo'ladigan darajada dabdaba bilan o'tdi. Xonanda-yu sozandalarning keti uzilmadi. Kuyov bolaning ham do'stlari, ulfatlari ko'p ekanmi, ha deganda yoniga borib quchoqlashib tabriklashdan, qadah so'zi aytishdan charchashmadi. Kuyov bola to'y o'rtasidayoq shirak kayf bo'lib qoldi. To'yni tugatib uyga qaytdik. Negadir yuragimni xavotir bosardi. Hech kimga hech nima deya olmasdim. Ming xayollar og'ushida edim. Tongga yaqin ko'zim ilingan ekan, onamning xavotirli gaplaridan o'rnimdan otilib turdim. Nozimalarning uyiga biron gap bo'ldimikin? Odamlarni keti uzilmayapti. Shu payt dadam ko'chadan xomush kirib qoldi. Dada, Nozimalarniki tinchmi? Nega hamma sarosimada? Otamning ko'zlariga jovdirab turardim. Biron noxush gap eshitib qolishdan cho'chib, dadam meni ruhiyatimni sindirishdan qo'rqibmi indamadi. Issiq choy damlabki deb oshxonaga chiqarib yubordi. Eshikdan endi uzoqlashgandim, onam meni savolimni dadamga qayta berdi. Nozima shifoxonaga tushib qolibdi. Nega? Kecha tuppa-tuzuk edi-ku, onamning vahima bosdi. Haligi kecha kuyov bola chimildiqqa g'irtmas alas ahvolda kirib, Nozima sho'rlikni u ko'p qon yo'qotibdi. Ahvoli og'ir deyishyapti, dedi dadasi. O'sha kuni kechasi Nozimaning joni uzildi. Baxt to'yiga yozilgan dasturxon uning azasiga ulanib ketdi. Naqadar dahshat. Bu voqea menga qattiq ta'sir qildi. Anchagacha o'zimni tiya olmadim. Oradan yillar o'tdi. Lekin qalbimdagi jarohat hamon meni bag'ri dilimni o'taydi. Muqaddas hayot ostonasida qalbi-yu qo'ru shirin orzu istaklar ila limma-lim to'lgan kelin kuyovlarning billurday toza, shishadek nozik ko'ngillarini ehtiyot qilaylik. Videomiz yoqqan bo'lsa, videomiz tagida bir dona like va podpisatsiya qo'ng'iroqchasini bosib, kommentariyaga qanaqa hikoya yozishimiz va aytishimizni yozib ketinglar.